Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, inkubator ishqibozlari. Mana inkubatorlarimiz tayyor bo'ldi. Har xil savollar ham ko'payib ketdi. Shu savollarga imkon qadar men javob beraman. Qani videoni boshlaymiz. Mana inkubatorlarimiz tayyor bo'lgani, yarim tayyor holatlari. Mana bulari tayyor bo'lgani. Bular уже dastavkaga ketyapti. Bular yarim tayyor, mana bular tayyor bo'lgani, naradani tayyor bo'lganlar, naradada tayyor bo'lganlar. Bular hammasi zakaz qilinganlar, dastavka qilib chiqaryapmiz. Qanchadan beri video chiqara olmadik. Zakazlar ko'payib ketdi, ozgina zapchasimizda ozgina muammo bo'lib qoldi. Shuni hisobiga zapchaslarni ham ancha yaxshisiga o'zgartirdik. Tekshirib o'zimiz bir qator. Mana bunimiz 70 talik. Har doimgidan ko'rgansizlar, bilasizlar. Savol bo'lyapti-da, ko'pchilik buni motorga adashtirib qo'yapti-da buni. Bu ichidagi diod chirog'i bo'ladi. Bunisi mana motori bo'ladi. Sizlarni qo'lingizga yetib borgandan keyin razvedkada mana birinchi yillar shu chiqasizlar razvedkaga. Motorini mana minus tomonga yoqib qo'yasizlar mana. Bunisi namli bo'ladi. Mana bu yerda burchagida issiqlik datchigi bo'ladi. Mana bu mana terma regulyator mana. Yaxshi imkon qadar mana yaxshisini topib, yaxshisini qo'ydik. Bunimiz mana chiroq bo'ladi. Ichini ochib ko'rsataman. Mana bu chirog'i. O'chirib turaman buni. Ana ko'pchilik inkubatorda olyapti. Bu yerlarga tuxumlarni tergandan keyin mana bu sepni, bu boltni mana bu ikkita mana boltni ustiga ilib qo'yishyapti mana. Bu yerga ilinmaydi umuman. Bu ikkita bolt sababi mana bu latogimiz keladida, bu yerga qadaladi, to'xtaydi o'zi. Mana bu sepga ilinadi. O'zi aslida buni chiqarmasdan tuxumni terganinglar yaxshiroq. Tuxum teriladida, mana bu o'zimizning kitobchamiz. Tuxumni terilgandan keyin tuxumni ustiga mana buni tashab qo'yiladi. Motorni mana chiziq tomoniga bosib qo'yiladi, bo'ldi. Bu chirog'i faqat mana bu yerda suv tugaganini bildiradi. Keyin jo'ja ochilayotganda jo'jani ko'rish uchun yoqiladi. Faqat u zaril bo'lgan paytda yoqasiz buni. Mana. Mana bu yerda mana kullerimiz tentli, spirali mana istadigan. Bu yerda mana suv idishimiz bo'ladi. Tashqaridan quyiladi bu. Mana bu tashqaridan quyiladi. Keyin bu nastroykasiga tegmaysizlar. Bizdan olgan odam bir 50-60% olgan odamlar. Nastroykasini tegib, nastroykasini buzib qo'yapti. Shunda bitta muammo bo'lyapti. Ikkinchi muammo mana bu boltlariga sepni ilib qo'yishyapti. Ikkinchi muammo bo'lyapti bu. Uchinchi muammo mana shu motor bilan bu diodni adashtirib qo'yishyapti. Bularni ham o'zimiz nastroyka qilib qo'yamiz. Bu latoda aylanishlarini. Sizlar uchini pastga qilib, mana bu tomondan teraslarda keyingi qatorini bu tomondan qilib teraslar, uchini pastga qilib, keyingisi bu tarafdan, keyin yana keyingi qator bu tarafdan teriladi. Shunaqa qilib shahmat qilib teriladi. Terilgandan keyin tuxumlar ozroq bo'lsa, bu chiqadida ozgina bu tarafga surib, o'zingizlarga qulay joyga keltirib olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda biz o'zimizning mana kitobchamiz bor. Pasportimiz mana bu yerda hammasi yozilgan.
lotincha yozilgan. Mana bu yerda mana to'rva garantiyamiz bor. Bu yerda bu mana hammasi yozilgan mana. Mana bu yerda mana akkumulyatorimizni qisqichlari bor. 12 volt ham ishlaydi, akkumulyatorga ham ishlaydi bu. Mana bu yerda mana g'oz, bedana, o'rdak, kurka, tovuq. Tuxumni teraslarda ustiga qoplog'ini yopib 12 kun ochmaysizlar qoplog'ini. Bularga tegmaysizlar. Nastroykasini o'zimiz nastroyka qilamiz. Bu yerda mana taymerlar bo'ladi. Mikrosxemalarimiz. Bo'laklarni ochib tegmaysizlar. Xudo xolasa yaxshi sifatli qilib tayyorlayapmiz. O'rtada bitta ikkita muammo bo'lib qoldi. Boshqa stil datchigimizda. Shuni Xitoyda yozib muammoni hal qildik. Har xil videolarga e'tibor qilmaysizlar. Bunimiz 70 talik. Mana bunimiz bu mana 120 talik bu. 2 qavat, 2 etaj bo'ladi. Mana bu yerdan ko'rinishi mana. Yana qaytaraman, bu boltlarga ilmanglar. Xuddi shu holatda tursin. Bu boltlarga ilinmaydi. Sep. Mana sep bunga ilinmaydi. Shu holatda mana o'zining charxi bo'ladi. Ilinadi mana bu. Sim datchik, bu namli datchik bo'ladi, bu issiqlik datchigimiz bo'ladi. Mana shu holat. Mana bularimiz dastavkaga yetib ketyapti. Bular zakaz qilingan edi. Hozir imkon qadar tezroq tayyorlab beramiz. Yangi zapchastlarimiz keldi. Yani har xil qanday savollar bor, yana qanday muammolar bo'lsa, qanday qiziqadigan bironta narsa, savolinglar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib so'rashlar mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'zbekiston tashqarilariga ham dastavka qilib beryapmiz hozir. Mana Tojikistonga, Qirg'izistonga, qo'shni davlatlarga dastavka qilib beramiz. Qo'shni davlatlarga ham dastavkamiz bor. Xudo xolasa narxlarini ham imkon qadar qulay narx qilib beramiz. Dastavkasini ichida qilib beramiz. Sizlarga qulay bo'ladi. Xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, imkon qadar zo'r qilib, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Ko'rishguncha